Do'stlar, video chiqarishimdan maqsad Zolotoy mostda 50 ming so'mdan olayotgan, pul yig'ib olayotgan videosini chiqarishimdan maqsad birinchidan 50 ming so'm pul olgan odam atrof muhitni tozalab qo'yadi. Chiroyli sharoit yaratib qo'yadi. Ikkinchidan pul olgan odam haqiqatan kiftansa bo'ladigan bo'lsa, qonuniy bo'ladigan bo'lsa, chek beradi. Har bitta fuqaroga chek beradi. Bu narsa bo'lmadi. Video chiqarishimga sabab mana shu musor edi. Lekin bitta akamiz yolg'on gapirdi. Bizlarga video chiqqani uchun immunni kirgizmadi. Shu paytgacha ochiq turgan, ovqatlanadigan joy biza borgandan keyin yopildi. Hamma narsamizni chiqarib tashladi. Do'stlar, men musorni tozalayman deyishga mana isbot akalar tashab berdi. Yuragida o'ti bor ovchi akalarimiz tashab berdi, videoni olgan ekan. Men ham tushganman o'sha yerga. Gap yo'q, bosamiz jigarlar, mana isbot. Kim tozalaganini o'sha kuni o'sha xodimlar tozaladi. Ya'ni o'sha borgan baliqchilar, ovchi bolalar tozaladi, fuqarolar tozaladi demoqchi edim. Charchamanglar, mana isbot. Sizdan qurib qo'ygansizmi? Ya dolib tozaligiga qarayman aka. Tozalayman men bu yerda. Tozalashni ko'rsataymi? Kecha qanday edi toza? Bugun mana shular kelib tozaladi shu narsani. Kecha qanday edi? Tozalab chiqaman. Xo'p. Tozalab chiqaman. Aka, kim o'tirsa tozalab ketadi o'zi. Narsalarni o'pib bu yerga to'kmaymiz. Narsalar xaltaga solinib olib chiqib ketiladi u yoqqa. Maylimi? Olib chiqib ketiladi. Yo 200 ming bersin. Lekin Zolotoy mostga keluvdik. Achinarli holat deydi, achinarli holat. Endi mashinada o'tirib gapiryapman hozir. Sekin ko'rsataman o'zingizga. Bular nima uchun pul yig'ishyapti? Nima ahvol? Boshida ko'rsatganda vashi boshqacha edi. Hozir o'zingizga ko'rsataman. Mana ahvolni qarang. Mana ahvol. Mana baklashgalar, musor. Hamma yoq musor yotibdi. Onasini yemsin, musorni svalka. Mana. Nimaga odamlar pul to'layapti men bilmayman. Tozalik yo'q, porядка yo'q. Hamma yoq musor. Suvni ahvolini qarang, suvdagi baklashkalarni qarang. Mana musorlar. Qishtasi senlar to'layotgan pulni hammasini qishtasiga ketib yotibdi kimdir o'zi.